Doktor Ayman Suvoytning oltinga teng tavsiyalari. To'xtang birodar. Alloh uchun eshiting, Allohga qasam, agar bu tavsiyani bajarsangiz albatta foyda ko'rasiz. Doktor Ayman Suvoyt aytadi: Men sizga o'zim ko'p foyda va ibodatimga ko'proq e'tibor qaratishimga sabab bo'lgan usulni tavsiya qilaman. Qabr qo'rqinchli, albatta solih bo'lmaganlar uchun. Men bu haqda o'yladim. Men hozir 42 yoshdaman. Dunyo va undagi narsalarni yomon ko'raman. 100 ming yil qabrda yashasam nima qilaman? Tasavvur qilganmisiz? Shunday qilib men shunday boshladim. Men o'laman va mening bo'sh qabrim bor. Qora va butunlay qorong'u. Bu qabrga mebel kerak bo'ladi. Shunday qilib har bir istig'for va har bir tavbani go'yo qabrimga u yerda meni yolg'izligimda kutib oladigan hamsuhbat bo'lishi uchun yuborayotganday tasavvur qildim. Allohga qasamki, hazillashayotganim yo'q. To'liq jihozlash jarayonini boshladim. Tasbih qaytarganman, go'yoki qabrimning har tarafini minglab tasbihlar bilan to'ldiraman. Mana mening boshimdan kamida 300 ta Qur'on xatmi bor. Men o'qigan har bir rakat uni qabrga qo'yganimni tasavvur qilaman. Hamma meni tashlab uyga qaytadi, yolg'iz qolaman balki million yil. Shunday qilib menga nur va daraxtlar kerak va mening qabrim haqiqatan ham jannat bo'lishi kerak. Tasavvur qilamanki, atrofimda zikr, Qur'on, tashahhud va sadaqalarim bor. U yerda biz ular bilan kulishamiz, suhbatlashamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan salovatlarim keladi va bizning suhbatimizga qo'shiladi. Men u yerga tushib g'iybat va gap tashlikka duch kelganimdan va barcha ishlarim dunyo talabi uchun qilinganligini ko'rganimdan, Alloh uchun qilgan hech narsam yo'q va meni tashvish, azob, kaltak, qorong'ulik va qattiq hisob-kitobdan boshqa hech narsa kutmasligidan yaxshi emasmi? Bugun sizga maslahatim, qabringizni band qiling, unga sarmoyangizni qo'ying. Ibodatlaringizga qattiq e'tibor bering. Allohga qasamki, qabringizda ham menga rahmat aytasiz. U yerga dunyodan ko'ra ko'proq e'tibor qarating. Hozir siz o'z oilangiz orasida kiyinib, yeb-ichib, uxlab, xursandchiliklar qilib yurasiz va sizning barcha talablaringiz muhayyo shunga qaramay ahvolimizni yomon ko'ramiz.